Bugungi mavzu juda ham tanish. Pul yo'q. Bu iborani deyarli har kuni eshitamiz. Bolaligida pulga nisbatan olingan qarashlar umri davomida agar to'g'rilanmasa davom etib ketadi. Noldan cho'qqigacha, ya'ni bir inson qanday qilib noldan cho'qqigacha chiqish kerak? Ya'ni nimalarni boshlash kerak? O'zi aytadi-yu, bu haqiqat. Erni er qiladigan xotin, qaroyir qiladigan xotin. Siz qo'lingizdan nima ish keladi? O'shani yozishingiz kerak. Lekin endi boshqa sohaga oladigan bo'lsak ham mijozni hurmatini joyiga qo'yib, samimiy, u bilan to'g'ri yondashadigan bo'lsak, albatta sotuvlarimiz yaxshi bo'ladi. Erkak bolasiga oson berishi mumkin, farzandlariga-da. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men Mirali Ramazonov va bu muammoga yechim ko'rsatuvi. Bu loyihada biz hayotda eng ko'p uchraydigan, ammo javobi topilmayotgan muammolarga amaliy, hayotiy yechim topish uchun boshladik. Assalomu alaykum. Men psixolog Nigora Hafizova. Bu ko'rsatuvda biz siz bilan nafaqat muammoni muhokama qilamiz, balki uning ildiziga qaraymiz. Ruhiy, ijtimoiy va amaliy tomonlarni ochib beramiz. Eng asosiysi, sizga haqiqiy yechimni taklif qilamiz. Bugungi mavzu juda ham tanish. Pul yo'q. Bu iborani deyarli har kuni eshitamiz. Ko'pchilik insonlarimiz bizga har kuni yozishadi, pulim yo'q deb. Aslida bu haqiqatmi yoki bahonami? Nega insonlar ishlaydi-yu, lekin yetmaydi? Nega ko'pchilik boshlashga qo'rqadi? Bugun shu haqda ochiq gaplashamiz. Ruhiy sabablardan tortib, real yechimlarigacha boramiz. Keling Nigora opa, anchadan beri mana psixologiya yo'nalishida siz ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha biznes sohasida insonlarning shaxsiy rivojlanish bo'yicha ishlab kelayotgan bo'lsam, juda ham ko'pchilik insonlarda pul yo'q, pul muammosi bilan bizga murojaat qilishadi. Aynan ularni o'sha pul yo'q deyishiga nima sabab? Ya'ni ularda nega pul yo'q? Ayollar psixologi bo'lganim uchun hozir men faqat ayollar holati bo'yicha gapirib o'taman. Erkaklarda bu holat boshqacha. Bilasizki, ayollar aksariyat holatlarda turmush o'rtoqlaridan pul kutishadi. Ishlaydigan ayollar ham bor, lekin baribir asosiy katta masshtab erkakdan kutiladi. Nega ayol turmush o'rtog'idan pul ola olmaydi degan savolga yana ham ochiqlaydigan bo'lsak, istaymizmi yo'qmi, ayolni bolaligiga borib taqaladi. Ya'ni ilk o'sha pul haqidagi tasavvurlari yoki tushunchasi yoki qarashlari salbiy holatda bo'lganligi uchun ham endi salgina oldingi yillarni, masalan 20 yil, 30 yil, 40 yil oldingi holatlarga nazar soladigan bo'lsak, istaymizmi yo'q, ota-onamiz davrida pul haqida anchagina salbiy fikrlar bo'lgan. Ya'ni pul baxtsizlik keltiradi, pul kulfat keltiradi, pul yomon, ya'ni pul haqida salbiy fikrlar. Pul insonni izdan chiqarib yuboradi, hayotini barbod qiladi yoki erkakning puli ko'paysa, ayollarni ko'paytiradi, yomon yo'llarga kirib ketadi degan tushunchalar istaymizmi yo'qmi azaldan bo'lgan. Va hozirgi holatdagi ayol o'sha bolaligida o'sha tushunchalarni olib olgan o'ziga. Bolaligida pulga nisbatan olingan qarashlar umri davomida agar to'g'rilanmasa davom etib ketaveradi. U ixtiyoriy munosabatda pul bilan kirishar ekan, har safar pul bu kulfat, pul bu talofat degan tushuncha bilan harakat qilib ketaveradi-yu va ongsiz holatda turmush o'rtog'ini daromad topishiga xalal beraveradi. 8 yildan buyon ayollar bilan istaymanmi yo'qmi pul mavzusida ham ishlayman, coaching tartibida va ildizlarda chiqadi. Haqiqatdan ham dastlabki pul holati bo'yicha qarashlar otadan, ona holatida olingan va singib qolgan. Endi ona o'sha puldan qo'rqqan, ayol ham xuddi onasi kabi
puldan qo'rqadi. Ya'ni erimni puli ko'payib ketsa, birinchi qo'rquv ayolda. Er yurib ketadi, tashlab ketadi. Ko'chadagi ayollarga sarflaydi, o'zini qarindoshlariga sarflaydi, o'rtoqlariga sarflaydi. Xullas kalom, ayolga sarflamaydi. Ya'ni erkakni daromad topishidan ayol ongsiz holatda manfaatdor bo'lmaydi-yu, erkakni daromadini ixtiyorsiz holatda, past holatda ushlab turaveradi. Ko'pincha shu yerda ma'lumotni eshitgandan keyin rizqni Alloh beradi degan yagona qarorga kelishadi. Lekin esimizdan chiqarmaylik, duoni ayol qiladi. Mana duoni, niyatni ko'proq ayollar qiladi. Ona, opa, singil, qiz farzand ayoli. Ko'proq duoni uyda o'tirib ayoli qiladi. Demak, mana shu yerda ayol o'zi bilmagan holatda duo qilaveradi-yu, turmush o'rtog'imni daromadi ko'tarilsin deb, lekin ongsizlik holatda to'siq bor, agar ko'tarilsa bizga qiyin bo'ladi. Shu uchun ham erkakni daromadini oshishi qiyinlashib ketaveradi. O'zi aytadi-yu, bu haqiqat. Erni er qiladigan xotin, qaroyi qiladigan xotin. Endi Nigor opa, men biznes sohasida ko'proq ayollarni o'qitaman, hozirgacha bilasiz. Bizani ayollarimizda o'sha pul yo'q, siz aytganingizdek o'sha bolalikdagi travmalari va men ularga bitta yechim aytaman. Bugungi ko'rsatuvimiz ham yechim bo'lganligi uchun bitta yechim, ko'proq insonlar pul yo'q deydi. Bu kambag'alcha fikrlash deyman. Men odamlarni boy, kambag'alga ajratmayapman. Fikrlash darajasi. Fikrlash darajasi kambag'alcha fikrlash. Agar inson o'zini fikrlashini to'g'rilasa, ya'ni siz o'zingizda ham bir gap bor, uni suvi tiniqlashsa, ya'ni fikridagi o'sha loyqalik ketsa, insonning miyasi tiniqlashsa, uni fikrlashi dadillashadi va insonlarga to'g'ri yetib boradi. Biz kambag'alcha fikrlaymiz. Pulim yo'q, qo'limdan kelmaydi, bu ish meniki emas. Bu kambag'alcha fikrlash. Ostida insonlarni mana shu fikrlash uchun ham uzoqqa bora olmaydi. Bu degan tafakkur kichkina. Tor, tafakkur tor. Ya'ni tafakkur qanchalik kattalashavergan sari inson shunchalik ulg'ayib boradi, ya'ni shunchalik o'sib boradi. Ko'pchilik biz ayollar bilan ishlaganligimiz uchun ularning savollari bor, xuddi bir bolachani savollariga o'xshaydi. Ya'ni otasidan, onasidan pul so'raydi, ota-onasi katta pul bermaydi. Sababi bolani ham yoshligida biz beramiz. Misol uchun maktabga chiqsa, bizlarning paytimizda 1000 so'm, 2000, 5000 so'm olgan bo'lsak, hozir 20 ming, 50 ming ko'p bo'lsa bolamizga pul beramiz. Lekin bolamizga 500 ming so'm so'rasa beramizmi? Bermaymiz. Sababini so'raymiz, boshqa qilamiz. Agar ulg'aygan ayol bo'lsa, u xohlagan pulini xohlagan etapda olish mumkin. Bu uchun ayollik o'sha siz aytganingizdek energiyasi bo'lishi kerak. Va o'sha bolalik pozitsiyasidan chiqish kerak. Mana menda ham bu muammoda aynan pul masalasi, o'zimni ham og'rig'im. Ayni damda oxirgi yillarda shu holat bo'yicha ishlayapman. Ya'ni asosiy daromadni ayol topishi. Ya'ni atrofdagi erkaklardan yordam so'rash emas. Men boya faqat eridan pul oladigan holatni tushuntirib berdim, lekin sir emaski, hozirgi paytda ko'p ayollarimiz o'zi ishlayapti, ro'zg'orni o'zi bo'yniga olyapti, noilojligini vaj qilyapti. Shaxsan menda ham bu fikr bo'lgan, lekin o'ylab qarasam yo'q. Mana hozir ayni damda menga o'xshab daromad topadigan ayolda shu muammomi, ya'ni asosiy ro'zg'orni yukini ayol olyaptimi? Bunda ham yana o'sha bolalikdagi jarayonlar. Masalan, biz bolaligimizda ko'pincha nimani ko'ramiz, bilasizmi? Erkakni xotiniga pul berishi qiyinligini ko'ramiz.
masalan o'sha ehtiyojiga, ayolini ehtiyojiga qanchadir pul kerak, minnat qilib, janjal qilib, urushgan holatda erkakni berayotganini ko'rib katta bo'lamiz. Erkak bolasiga oson berishi mumkin, farzandlariga, lekin negadir, mana o'zingizni ham tahlil qiling, sizda ham bu muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni bolangizga oson berasiz ehtiyojiga, ayolingizni ehtiyojiga esa ayolingizni ehtiyojini amalga oshirishni orqaga surasiz. Tasavvur qilyapsizmi? Buni sizni qizingiz ko'rib katta bo'lyapti. Va unda qanaqa tushuncha paydo bo'ladi, bilasizmi? Demak, men o'zim pul topishim kerak ekan. Erkak kishidan pul olish qiyin ekan yoki qo'rquv. Masalan, men otamdan yoki yaqinlarimdan pul so'rashga haqiqatan ham qo'rqaman. Demak, bolaligimda o'sha kadrlarni ko'rganmanki, demak, men ham o'sha hayotga tushaman, men ham o'sha holatga tushaman deyman, undan ko'ra nima qilaman? O'zim ishlab pul topaman degan yanglish tasavvur bilan yashayman. Endi Nigora opa, hozirgi kunda bu achchiq haqiqat, buni hozir aytib turibmiz, lekin shunchaki bu kulfat deb ayta olaman. Chunki bizga murojaat qilayotgan ayollarimizda ular erim pul topmaydi, men pul topishim kerak deb harakat qilishadi. Yaqinda bitta o'quvchim aytayaptiki, o'g'limga koptok olib beraman degan edim, otasi olib bermayapti, men olib berishim kerak. Nimaga sen olib berishing kerak? Otasi olib berish kerak o'g'liga, farzandiga. Yo'q, men o'zim aytganman, o'zim olib berishim kerak. Bu qanchalik to'g'ri? Onani nima deydi? Hamma narsaga o'zini otishi. Bu tabiiy holatda ketadi, bilasizmi? Bu o'z-o'zidan bo'ladigan jarayon emas-da. Ayol ham xohlamaydi. Turmush o'rtog'ini amalga oshirishni istaydi, lekin boyaga aytganimdek, bolalikda ko'rgan kadrlar uchun ham har doim har bir pul bilan bo'lgan harakatni osongina o'zi amalga oshiradi, garchi o'ziga qiyin bo'lsa ham. Endi Nigora opa, shuni deyapmiz-da, hozir bizani ko'rsatuvimiz ko'rayotganlar aytishi mumkinki, ota-bobolarimiz o'zlari ishlab pul topishgan, ayollar ishlashmagan qadimda. Hozir aksincha bo'ldi. Bunga bolalik travmasi emas, balki boshqa yechimlar bordir. Keling shuni izlanamiz. Qarang, xohlaymizmi, yo'qmi? Bizni bolalik davrimiz Sovet davriga to'g'ri keldi-da. U jamiyatni ham biz yo'q qilib yubora olmaymiz. U o'zini izini qoldirdi. Masalan, bobolarimizni davri boshqa davr edi, keling. Masalan, Sovet davri u boshqa davr edi. Sovet davrida nima qilindi? Sovet davrida ayol ham ko'chaga chiqarib yuborildi. Ishlashga majbur qilindi. Va hozir biz o'shani natijasini ko'ryapmiz. Xohlaymizmi, yo'qmi? O'sha uchun ham mana aylanib o'rgilib baribir bolalikka to'g'ri keladi. Ota-onamizni holati boshqa edi, chunki ularning ota-onasini yashami boshqa edi. Lekin ota-onamiz, masalan, meni onam ishlamaganlar, lekin o'sha davrda ayollar ishlashga majbur bo'lgan. Aksariyat ayollar. Va istaysizmi, yo'qmi, oilada o'sha davrlarda pulsizlik, pul kamligi yoki boy bo'lsa qamalibdi degan gap so'zlar bo'lgan. Hozir o'shani ta'siri ketyapti. Garchi u davrda yashamasak ham. Endi bugungi kunda normal deb o'ylayman bu narsani. Sababi chunki o'sha hamma ayol, erkak teng huquqli. Ya'ni o'sha teng ishlayapti, teng davlat ishxonasida ham ishlayapti. Ko'ryapman maktablarda yoki mana sizga o'xshagan psixolog sifatida ishlashyapti. Lekin baribir ham bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Bu ayollarimiz uchun endi bir nasihat desak nima bo'lishi mumkin, lekin mana tavsiya deylik, pul topib erini ham bir tiyinga olmay uni bepsan qildimi, uni o'zi ham oyoq osti bo'ladi. Mana shu narsani men ko'proq o'quvchilarimga aytaman-da. Sababi nimaga? Chunki oilani hurmat qilmagan, erini hurmat qilmagan ayol menimcha zo'r pul topa olmaydi. Shu uchun ham uni ishi yurishmayapti deb o'ylayman bugungi kunda. Endi bitta narsada bu meni shaxsiy fikrim, pul kimning qo'lida, hokimiyat o'shaning qo'lida. Xohlaysizmi, yo'qmi? Ya'ni unda o'zingizni eplash oson emas. Ayol ham, erkak ham deb o'ylayman. Mana harakat qiladi ayol ham.
pul topsa ham o'zini joyini bilishni, lekin baribir pul insonga kuch beradi, duh beradi, xohlaysizmi yo'qmi? O'shanda buzilish ketib qoladi-da, hukmronlik ketib qoladi. Endi hozir buni tan olmasdan ilojimiz yo'q. Pul kimning qo'lida, hukmronlik o'shani qo'lida bo'lyapti-da. Mana Mirali mendan ko'p ayollar so'raydi-da, masalan, men faqat ayollar bilan ishlayman, erkaklar bilan ishlamayman. Xo'sh, turmush o'rtog'im ishlaganimizdan keyin mana xohlayapti, daromadini oshirishni istayapti. Lekin nima tavsiya berasiz, Nigor opa? Turmush o'rtog'im qanday qilsa daromadini oshirsa bo'ladi deganda men aytaman, menda bu haqida ma'lumot yo'q. Bu uchun ixtiyoriy erkak mutaxassislariga murojaat qilsinlar. Masalan, hozir juda rivojlandi, shaxsiy brendini rivojlantiradigan mutaxassislar, ular biladi. Muhimi bizda masalan erni harakatiga undash. Mani ishim shu. Ya'ni motivatsiya berish. Ayol o'sha erkagini harakatga keltirib bilsa, bo'ldi. Men aytaman, u yog'i endi erkaklarga murojaat qiladi, erkak mutaxassislarga murojaat qiladi deb aytaman. Mana shu yerda masalan, xohlaymizmi yo'qmi, bizni ko'proq ayollar kuzatadi, erkaklar ham kuzatadi. Shu ayollar holatida erlariga tavsiya qanday, nima deya olasiz? O'sha o'zini biznesini boshlashmi yoki daromadini oshirishmi yoki davlat ishida ishlashmi? Nima deya olasiz? Yaxshi, endi bir erkaklar uchun emas, ko'proq ayollarimiz uchun ham maslahat beramiz. Chunki bizada o'zi 90% ayollarimiz menda ham o'qiydi. Ya'ni o'sha shaxsiy brendini rivojlantirish va o'zini shaxsiy rivojlantirish bo'yicha va undan tashqari o'sha daromadini, sotuvlarni oshirish bo'yicha sizga o'xshagan psixologlar, o'qituvchilar, ingliz tili, rus tili misol uchun kurslar ochildi, xuddi shunga o'xshagan. Endi erlariga maslahat berishlari uchun ham bitta narsa borki, shaxsiy brend hozirgi kunda juda muhim bo'ldi, ya'ni biznes egalari uchun. Misol uchun deylik, hozir SMM jamoasi bor, marketing jamoalari bor, zapus qiladigan jamoalar bo'ldi. Ularni hozir daromad, ya'ni nolda turgan odam ularga 2000, 3000 dollar pul berib o'zini shaxsiy brendini ko'tara olmasligi mumkin. Lekin men hozir shu bo'yicha o'zim ish olib boryapman, noldan cho'qqigacha. Ya'ni bir inson qanday qilib noldan cho'qqigacha chiqish kerak, ya'ni nimalarni boshlash kerak. Oddiygina misol, Nigor opa, siz bilan misol birinchi ish boshlaganimizda ham telefon bilan syomka qilib, YouTube'larga qo'yib boshqa qilganmizda, hozirgi kunda inson birinchi o'rinda o'sha kichkina etapdan boshlash kerak. Yana o'zida bor imkoniyatdan. O'zidan bor imkoniyatdan. Masalan, deylik, siz qo'lingizdan nima ish keladi, o'shani yozishingiz kerak. Bu keling, agar bizani kuzatayotganlar uchun bir yechim sifatida oladigan bo'lsak, siz qo'lingizdan nima keladi, shuni yozishingiz kerak. Masalan, meni qo'limdan, misol deylik, dars berish kelishi mumkin, to'g'rimi? Syomka qilish qo'limdan kelishi mumkin, montaj qilish qo'limdan kelishi mumkin. Nima ish keladi meni qo'limdan? Hammasini yozib chiqishimiz kerakda va o'sha yozib chiqqanimizdan keyin o'sha narsani biz zo'rini tanlashimiz kerak. Ya'ni eng yaxshisi, ya'ni foydali. Masalan, men hozirgi kunda insonlarga manfaatli bir darslar beryapman. Ularning hayotini nima deydi, botqoqlikdan olib chiqish uchun yechim beryapman. Shu maqsadda ishlayapman. Endi o'sha eri bo'ladimi yoki o'shani turmush o'rtog'i o'zini bizni kim kuzatayotgan bo'lsa, o'sha birinchi o'rinda o'zini topish kerak inson. Men qayerga sohada qobiliyatli? Qaysi sohada qobiliyatli va men o'zi qayerga ketayotganimni bilishim kerak-da. Agar ko'pchilik insonlarimiz bor, misol uchun psixologda, o'nta psixologda o'qigani bilan nima uchun o'qiyotganligini bilmasa foydasi yo'q-da. Yoki ustozlarda mingta darsda, masalan, ko'pchilik aytadi, palonchani darsida o'qidim, mana bu darsida o'qidim, menga foyda bermadi. Sababi u o'zini topmadi. Birinchi o'rinda o'zligini topib va o'zini yo'nalishini aniq topib olish kerak. Ya'ni qo'limdan nima ish keladi, nima qilsam bo'ladi. Misol uchun, Nigor opa, siz bilan biz ishlaymiz. Ko'pchilik sizga havas qilib ham psixolog bo'laman deganlar bor-da, lekin u psixologiyani pesini ham tushunmaydi, qo'pol qilib aytganda. Lekin u psixolog bo'lmoqchi. Nima uchun? Siz yaxshi daromad qilayotganingizni ko'rgani uchun. Bu xato. Siz hozir kunda qaysi kasb egasi bo'lsangiz ham zo'r pul topishingiz mumkin. Faqatgina uni rivojlantira olsangiz. Masalan, rivojlantirish uchun nima qilish kerak desangiz, misol uchun rivojlantirish uchun birinchi o'rinda
o'sha yo'nalishni aniqlab oldik, masalan men tikuvchiman yoki pishiriqchiman yoki psixologman. Erkaklar holatida ham aytadi. Erkaklar xolasida masalan deylik, hozirgi kunda uy remont qiladigan usta bo'lish mumkin, farqi yo'q. Masalan quruvchi bo'lish mumkin yoki o'sha deylik santexnik bo'lish mumkin. Farqi yo'q. Qaysi kasb egasi bo'lsa ham, o'sha birinchi o'rinda o'zini ijtimoiy tarmog'i bo'lish kerak va sekin astalik bilan, misol uchun obunachilarni ko'paytirish boshlash kerak, mijozlarni. Ha, chunki hozir qaysi xizmatdan foydalanishni istasangiz, Instagram sahifasidan izlaysiz. Ha, endi misol uchun keling, onlayn do'kon ochadiganlar hozir onlaynda ayollarimiz kiyim-kechak yoki detskiy kiyimlar, ayollar kiyimlari, erkaklar kiyimlarini optimga olib onlaynda magazinlarga, ya'ni telefonda ham qo'yib sotishyapti. Keling, men asosiy biznes boshlashni xohlagan yoki biznes egalari uchun 4 ta qadam beraman. Birinchi qadam bu jalb qilish. Ya'ni inson o'zini biznesini rivojlantirish uchun birinchi o'rinda jalb qilishga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni mijozlarni olib kelishga. Bu ijtimoiy tarmoq bo'lishi mumkin, bannerlar bo'lishi mumkin, reklama berish bo'lishi mumkin. Mana shu. Yoki o'zi haqida ma'lumot berish yaqinlariga. O'zi haqida yaqinlariga, misol uchun masalan deylik, omma oldida chiqib, o'zini mahsulotini targ'ibot ishlarini qilib borishi, bu jalb qilish deydi. Ya'ni odamlarni jalb qildik. Endi ikkinchisi ishlash. Siz mijozga reklama berdingiz, masalan psixolog Nigora Hafizova deb reklamani berdikda, lekin siz dars o'tib beryapsiz. Darsingizda odamlar qoniqmasa, sizga eshitmasa, chiqib ketsa, ya'ni siz ular bilan ishlay olmasangiz, u sizni mahsulotingizni sotib olmaydi. Ya'ni siz to'g'ri ishlashni bilishingiz kerak. Endi magazinchi bo'lsa ham deylik, misol uchun magaziningizda tovaringiz qadoqlanmagan bo'lsa, sifatli bo'lmasa va mijozlar bilan to'g'ri muloqot qila olmasangiz va u bilan to'g'ri sotuv qila olmasangiz, ya'ni sotuv strategiyasini bilmasangiz, mijoz avtomatik sizdan tovar olmaydi, borib boshqadan oladi. Shuning uchun ikkinchisi ishlashni bilishimiz kerak. Uchinchisi mijozlarni saqlab qolish. Ya'ni mijozlarni, bitta ustozimiz zo'r gapi bor, mijoz kutganidan ko'proq narsa bering. Sizda qolishi uchun. Sizda qolishi uchun. Ya'ni bu degani 1 soat konsultatsiya desa 2 soat konsultatsiya berish kerak emas. U bilan to'g'ri muloqot qilish kerak yoki unga qanaqadir vazifa berib qo'yishingiz yoki qanaqadir o'zingizga chorlashingiz. Demak, hozir qanaqadir aksiyalar ham shu holatda ekan. Yo'q, u aksiya boshqa narsa, u marketing u. Bu saqlab qolish degani bu ham marketing, lekin yo'q, mana masalan do'konga bordingiz, qanchadir summada mahsulot olganingizda qo'shimcha nimadir menda ko'p bo'ladi-da, qaytib yana o'sha yerdan borib olib kelaman. U balkim qimmatda olayotgandirman, lekin menga o'sha e'tibor, u mijoz saqlab qolishga sabab bo'lyapti. Masalan, korzinkaga kirsangiz, cashback beradi, karta beradi, 200 mingdan ko'p savdo qilganingizdan keyin sizga karta beradi-yu, o'sha kartaga sizni shotingiz tushib boradi. Ya'ni u mijozlarni saqlab qolish uchun qilinayotgan narsa. Bu korzinkada ishlaydi. Lekin hamma biznesda ishlamaydi. Lekin ishlamaydi emas, ishlatishmaydi. Ishlatishmaydi. Misol uchun agar shuni ishlatishganda, mijozga g'amxo'rlik qilinganida, u qayta sizdan murojaat qilib mahsulotingizni sotib oladi. O'sha kichkinagina onlayn do'kon ochgan inson ham o'sha zo'r daromad qilish uchun mijoz bilan ishlab, uni saqlab qolish uchun harakat qiladigan bo'lsa, masalan deylik, Nigora opa, misol uchun men sizdan mendan kiyim oldingiz, bolalaringizga men sizga chiroyli muomala qilsam, ertaga bitta odam kiyim olaman desa, kimga tavsiya qilasiz? Kimni tavsiya qilasiz? Sizni. Chunki chiroyli muomala qildim va siz bilan to'g'ri sotuv qildim va siz bilan to'g'ri ishladim. Keyingisi ish yerida ham mana psixologik holatda keldi, mana zo'r imkoniyatdan foydalansa bo'lar ekan. E'tibor, mana mijozga e'tibor deyapsiz, samimiylik deyapsiz, qo'shimcha yana nimadir g'amxo'rlik qilib berish. Bu ham o'sha bolalik travmasiga borib taqalar ekan-u, bittagina masalan o'sha mijozingizga kulib qaraysizmi, yaxshi gapirasizmi? U ko'rmagan-u bolaligida. O'shaning uchun sizga qolar ekanda mijoz sifatida. Demak, bu zo'r yordam berar ekan. Ixtiyoriy biznesda. Ixtiyoriy o'sha pul topishda muomala, e'tibor, g'amxo'rlik. Chunki bizni o'zimizda bu narsa yo'q-ku, kutamiz hammadan. Samimiylik.
Mana shu narsa yo'qligi uchun ham kim samimiy bo'lib yaxshi gapirsa, u qimmat sotsa ham borib olaveramiz. Chunki u e'tibor berdi-ku, g'amxo'rlik qildi. Mana shu keyingisi bu qaytarish degan strategiya bor. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi yoki qaytarishga e'tibor qilmaydi. Misol uchun, siz bilan ishlagan paytimizda ham bilasiz, bitta mijozga qayta sotuv qilganmiz. Umrali bu sotib olganni yana nima uchun qilmoqchi deysiz. Bizda o'shanda qaytarish strategiyasini ishlatganmiz. Ya'ni mijozni yechilmagan muammosini unga ko'rsatganmiz va o'sha yechish uchun qaytib yana o'qishini tavsiya qilganmiz. Boshqa kasblarda qanday qilsa bo'ladi buni? Misol uchun, men kiyim-kechak hozir ko'pchilik shu onlayn biznes qiladi. Doimiy siz onlaynda har oy masalan kontagi bor, unda masalan mijozlar kontagi bo'ladi hammada. Doimiy siz mendan kiyim olib turibsiz. Masalan, har oyda yoki haftada 2-3 marta kiyim olasiz mendan. Keyin siz yog' bo'lib qoldingiz. 1 oy, 2 oy o'tdi, siz menga yozmayapsiz. Men uni sizni eslashim kerak. Bayramlarda yoki juma kunlari. Bunda yana e'tibor. Ya'ni e'tibor bo'ladi va sizni qaytarish uchun birinchi qadam tashlayapman. Keyin siz deysiz, shu odam bor edi, men shundan kiyim olar edim deysizda, siz o'zingiz harakat qilishni boshlaysiz, yana shundan kiyim olishni. Agar sizda qanaqadir muammo bo'lib qolgan bo'lsa o'sha paytda, keyin men yana sizga bog'lanishim kerak. Sizdan javob kelmaganidan keyin, Nigora opa, doimiy bizning mijozimiz edingiz. Nimadir bo'ldimi magazinimizdan yoki kiyimlarni olishingizda qanaqadir tushunmovchilik bo'lib qoldimi deganimda, siz aytishingiz mumkinki, Mirali, men sizlardan doim narsa olar edim. Bitta narsangizni ko'rdim, qimmat sotgan ekansiz. Men boshqa do'kondan buni arzon ko'rdim. Shuning uchun boshqa do'konga ketib qoldim. Men sizga o'sha paytda nima deyishim kerak? Qaytarishim kerak-da sizni. Yana chunki doimiy mijozim bo'lganligingiz uchun men sizga keling, undan ham arzonroq qilib beraman. Doimiy meni mijozimga aylaning, men sizga g'amxo'rlik qilaman deb, ya'ni uni olib kelib, ya'ni kamchilikni to'ldirib, o'zini pulida beraman deb, sizni yana qaytarib, yana joyiga keltirishim kerak. Bu juda ham muhim hozirgi kunda biznesda. Hamma bu biznesda bu tizimlarni ishlatmaydi. Faqat jalb qilishga e'tibor qaratyapmiz. Instagramga kiryapmiz, reklama qo'yapmiz, 1 million prosmotr bo'lyapti, 2 million prosmotr bo'lyapti, lekin umuman foydasi yo'q. Nimaga? Chunki biz ishlay olmayapmiz. Ishlash uchun to'g'ri kontent berishimiz kerak, to'g'ri reklamani berishimiz kerak, to'g'ri qadoqlashimiz kerak. Har bitta jarayonni ko'rib chiqishimiz kerak. Mana shundagina bizani biznesdagi sotuvimiz oshadi. Nimaga odamlarda pul yo'q? Chunki sotishni bilmaganligi uchun. Yaqinda endi salgina gapimiz cho'zilibdi-yu, lekin yaqinda bitta opamiz bir biznes boshlagan, o'xshamagan, ikkinchi biznes boshlagan, o'xshamagan, uchinchi biznes boshlagan, o'xshamagan. 500 million qarzga tushib qolgan. 500 million qarzga bo'tgancha biron joyda ilm oldingizmi desam, yo'q deydi. Nimaga desam, deydi, o'zim bilganimcha qilib ketaverganman. Keyin deydi, bir payt deydi, meni ustozim aytdi, shu siz ustozingizni dedi, videosi chiqib qolgan edi, 7 milliongami kursini sotib olmaganimga dedi, endi afsuslanyapman deyapti-da. Sababi nima? Sababi u o'sha paytida ilm olmasdan boshlagani. Ko'pchilik o'ylaydi, masalan, hozir oldingiday emas, Nigora opa. Oldin sanoqli psixologlar bor edi yoki sanoqli onlayn do'konchilar bor edi. Ixtiyoriy kasbda bozor ochiq edi, bo'sh edi. U paytda marketing degan tushuncha yo'q edi. Odamlar borar edi, bozordan sizdan yoki undan olib ketaverar edi. Hozir odamlar shunaqa raqobat bo'ldiki, bitta kiyim bo'lsa ham bittasida sifatliroq nimadir qo'shib beryapti, nimadir aksiya qilyapti va odamlarni olib kiryapti-da, qo'shimcha narsani sotyapti. Bu oldin bunaqa narsa yo'q edi. Shuning uchun hozir marketingni bilmasangiz, sotishni bilmasangiz, ilmingiz bo'lmasa, biznes boshlash bu xato. Oldin boshlagan biznes o'xshab ketavergan. O'xshamasa ham o'zi qoplab ketavergansiz, lekin hozirgi kunda unaqa emas. Nigora opa, mana biz muammolarni ochiq qilyapmiz-da, ya'ni muammolarni aytyapmiz, lekin aniq bir insonlarga yechim berishimiz kerak. Bugun ko'rsatuvimiz maqsadi ham insonlarga yechim berish. Keling, insonlar birinchi qadamni psixologik tomonlama sizni maslahatingiz kerak, nimadan boshlash kerak? Demak,
ayni damda o'sha pulsizlik muammosi holati bo'yicha oladigan bo'lsak, keling men o'zim holatim bo'yicha aytib beraman, yana ham osonroq bo'lishi uchun. Chunki har bir inson baribir bu muammoga duch keladida. İstaysizmi yo'qmi? U 10 ming dollar topasizmi, 1 million topasizmi, 100 ming dollar topasizmi, baribir sizda pulsizlik kunlaringiz, soatlaringiz, daqiqalaringiz bo'lar ekanda, mana shu paytda inson o'zini taftish qilish kerak bo'lar ekan. Mana yechim sifatida shaxsan o'zim holatimda o'tirib olib o'zimni tahlil qilaman. Ya'ni qanday tahlil? Qayerda nimani xato qilyapman? Buni yana ham osonroq bo'lishi uchun ruhiy holatingizni, jismoniy holatingizni, insonlar bilan bo'ladigan munosabatni va moddiyat bilan bo'ladigan munosabatlarni tahlili. Ya'ni tanangizga nisbatan qayerlarda xiyonat qilyapsiz? Ruhiyatingizga nisbatan, moddiyatingizga nisbatan va munosabatga nisbatan. İstaysizmi yo'qmi, mana shu 4 ta holatda siz o'zingizga nisbatan va yaqinlarga nisbatan xiyonat qilayotgan bo'lasiz. Mana qarzdor odam daromadini yoki o'sha qarzini yopmoqchi bo'lgan odam yoki daromadini oshiradigan odam ko'proq yangi yo'l izlashga harakat qiladi. Bu menda ham bo'lgan. Ya'ni qanday qilsam daromadimni oshiraman. Lekin o'zingizdagi kamchiliklarni, xatolarni topmas ekansiz, men bu xatoni juda ko'p qilganman. Yo'lni topib chiqib ketasiz, mana qarzdan qutulasiz, daromadingizni oshirasiz, lekin yana o'sha holatga tushib qolaverasiz. Xuddi unga o'xshataman men. Koptokcha tushib qoladigan joy bor, shunaqa. Koptokchani tashlab ko'rasiz, o'sha chuqurchaga tushib qoladi-yu. Golf maydonchasida nimachalar bo'ladi, koptokchalarning o'rni. Va yaqinda shu holatimni tahlil qilsam, har safar men o'zim holatimda 4 holat bo'yicha xiyonat qilar ekanman. O'sha paytda sizga to'xtab o'zingizni tahlil qilishga imkoniyat berilar ekan-u, biz uni tushunmas ekanimiz. Inson puli ko'payish uchun psixologik yechim nima berasiz? Umumiy aytganingizda nima qilsin? Masalan, praktikami, nimadir amaliyotmi, o'zini anglasinmi, nima qilsin? Mana umumiy holatda xatolarni tahlil qilish. Umumiy holatda tana holati bo'yicha, ruhiyat holati bo'yicha, munosabat va moddiyat. Mana shu 4 ta holat bo'yicha ilohiyot qonunlarni buzayotgan bo'ladi. Mana shu qonunlarni to'g'rilash uchun ham unga bu vaziyat berilgan bo'ladi. İstaysizmi yo'qmi? Ruhiyat holatini buzib qo'ygan bo'lasiz, tana holatingizni, munosabat holatingizni, ya'ni hayot izdan chiqqan bo'ladi, hayotingiz, kunlik hayotingiz. Mana shu kunlik hayotni rejalashtirish. Har qanday holatda insonlar, qarzga botgan insonlar hayotini tahlil qilsa, reja yo'q, hayotini rejasi yo'q. O'shaning uchun yagona holat o'zini xatosini tahlil qilib, uni to'g'rilab, kunlik reja, maqsadni qo'yish. Yaxshi. Nigor opa, keling shu o'rinda biznes sohasida ishlayotganim uchun va insonlarga bir foydali bo'lish uchun birinchi o'rinda biz A nuqta va B nuqta deymizda, inson o'zini A nuqtasini topib olish kerak. Ya'ni A nuqta degani bu hozir qancha daromad qilayotganligi va o'sha daromadini aniqlamasa keyingi daromadga chiqa olmaydi-da. Misol uchun A nuqtamiz deylik kimdir 500 dollar bo'lishi mumkin, kimdir 300 dollar bo'lishi mumkin. Keling shuni 300 dollar deb oladigan bo'lsak, keling uni 10x ga oshirmoqchisiz. Ya'ni u qancha bo'ladi? 3000 dollar bo'ladi 10x ga oshirsa agar daromadini. Ya'ni biz mana shu yerda bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Kimdir 3000 dollar topishga aqli yetmasligi mumkin. Ya'ni 1000 dollar qo'yish mumkin. Aqlingiz yetgan summani, ya'ni B nuqtani qo'yishingiz kerak. B nuqtani qo'yishimiz kerak. Endi hozir psixologlar desam siz xafa bo'lib qolishingiz mumkin, lekin ko'plab psixologlar o'zing katta summa qo'y, kichkina maqsad qo'yma deydi-da. To'g'ri, u oliy maqsad u. Bu biz qadamdan qadamga o'tishimiz uchun, A nuqtadan B nuqtaga o'tishimiz uchun
aqlimiz ishonadigan summani qo'yishimiz kerak. Ya'ni $300 dan $1000 ga chiqish oson kimdir uchun. Keling $300 dan $1000 ga qanday chiqsa bo'ladi. Demak, biz birinchi hozir $300 topamiz. Ya'ni bizani nimamiz A nuqtamizni kimniki 0 dir, bu 0 bo'lishi mumkin. 0 qo'yamiz. U B nuqtani $500 qo'yish mumkin, u $1000 qo'yish mumkin. Aqli ishongan summani qo'yadi va endi keling $1000 deb oladigan bo'lsak, o'sha $1000 ni biz nima uchun ishlatmoqchimiz yozib chiqishimiz kerak. Masalan, oilam uchun shunchasini, ilm olish uchun shunchasini, ehson uchun shunchasini, ota-onam uchun, o'zim uchun deb yozib chiqamiz. Ehtiyojlarni yozib chiqishimiz kerak. Ikkinchisi bor. Ya'ni o'sha $1000 ni biz qayerdan topishimiz mumkin? Bu ham juda ham qiziq. Ya'ni masalan, kimdir sotuvchilik qilishi mumkin, kimdir hunarmand bo'lishi mumkin, usta bo'lishi mumkin. Nima ish qilsa shu $1000 topishi mumkin. Ya'ni qayerdan kelishi mumkin $1000? Mana shuni topganida avtomatik o'z pul kelish patoglari, ya'ni kanallar ochiladi. Mana bu imkoniyatlar ochiladi miyada. Chunki bizning miyamiz bir xillik o'rganib qolgan. Mana siz nima, mana hozir bitta narsani tushunib qoldim. Sizni yoningizga kelgan inson, mana sizni yoningizga keldim. Menda miyamda variant yo'q. Siz menga variant ochib berar ekansiz-da? Yo'q. Shunda. Miyaga. Chunki bitta narsa bor. Mana birinchi darsimda xuddi shu narsani tushuntirib berganman. Birinchi darsim o'zida o'quvchilarda zo'r tushuncha anglash bo'lib ketadi. Sababi nimaga? Chunki u siz aytganingizdek miyada ochilish bo'ladi, o'ziga savol berish bo'ladi. Boy aytib o'tib ketdim. Kambag'alcha fikrlash bor, boylarcha fikrlash bor. Agar u savol bermasa, o'zini qiynamasa, u bir joyda to'xtayveradi. Inson qachon o'ziga savol bersa, uni qanday qilsam bo'ladi, qanday yechim topsam bo'ladi, qanday qilib $1000 topsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi degan savollarni berish boshladimi, unda avtomatik o'sish paydo bo'ladi. Imkoniyatlar paydo bo'ladi. Keyin men bitta narsani aytaman. Birdaniga masalan kimdir qarzdan chiqish haqida gaplashaylik. $1000 qarzga tushib qolgan bo'lsa, bir kunda $1000 qarzdan qutula olmasligi mumkin. Odamni o'ylaydi-da, bunday sehrli tayoqchasi bo'lsa-yu, tristetni ursa, men qarzimdan qutulaman yoki men daromadim 10x ga oshib ketadi deb o'ylaydi. Unaqa narsa bo'lishi bu xato deb o'ylayman. Inson 1% dan boshlash kerak. Bugun 1% o'zgarishi, bir qadam tashlashdan boshlash kerak. Shundagina yaxshi natijalarga erishadi. Nimaga? Masalan, men bilan boshlagan, misol uchun men ko'p biznesmenlarni bilaman, o'yindan chiqib ketishdi. Sababi ular katta qadam qo'yishdi, lekin yiqilishdi, qulashdi. Sababi ular o'sha qadamlarni to'g'ri o'lchay olmaganligida. Ya'ni biz qadamimizni, qayerga ketayotganligimizni, A nuqtamizni, B nuqtamizni bilganimizda biz doimiy davom etamiz. Ya'ni 1, 2, 3 dan ketishimiz kerak. 1, 15, 100 deb keta olmaymiz. Sababi biz qulaymiz. Shuning uchun birdaniga aytadi-yu, ana hozir ko'pchilikka aldanib qolyapti odamlar. Traderlikda yoki traderlik demaylik, o'sha onlaynda mana daromadingizni $10,000 ga chiqarasiz, bir kunda shuncha pul topasiz deydi. Bu narsalar xato. Bir kunda topiladigan pul o'g'rilikdan kelishi mumkin yoki bir qanaqadir yomon yo'lda kelishi mumkin-da. Shuning uchun men hozirgi kunda insonlarimizga maslahat beraman. Bir qadamdan, 1% dan o'zgarish boshlash kerak. Xo'sh, mana o'sha aytdingiz-ku, A dan B gacha kelish. Xo'sh, nima ish qilish bo'yicha tahlil qildi. Keyin nima qilish kerak bo'ladi? Mana men aniqladim nima ish qilishimni. Qo'limdan nima ish kelishini aniqlab oldim. Endi nima qilaman? Endi keling bitta kasbni topaylik. O'sha kasbga aytamiz, qolgan kasblarga ham o'sha tushib ketaveradi. Qaysi kasbni aytaylik? O'zimni kasbim holatida. Psixolog holatida. Yaxshi, psixologsiz umuman yoki endi boshlayotgan psixologlar deylik, endi siz o'z tajribangiz bor, hozir sizga beradigan maslahatim hammaga tushmasligi mumkin. O'sha endi boshlamoqchi bo'lgan. Endi psixolog kasbini boshlayotgan ayollarimiz yoki o'sha erkak kishi ham o'z psixologiya bo'yicha ishlashi mumkin. Shu endi biznes boshlayotgan odam, ya'ni birinchi o'rinda maqsadini aniqlab olish kerak. Ya'ni o'zini maqsadi aniq bo'lishi kerak, ya'ni yo'nalishini topish kerak. Hozir psixologiyada ham yo'nalish ko'p. Diniy psixologiya bor, ilmiy psixologiya bor, oilaviy psixologiya bor. Bir paytlar bor edi, hozir ham bormi yo'qmi, ezoterika, parapsixologiya bor. Ya'ni yo'nalishni topib olish kerak. Biz yo'nalishni topmasdan hammasini qilib ketamiz deb o'ylaymiz. Bu xato. Ya'ni qila olmaymiz, sababi hammaga bir xil yechim bera olmaymiz.
Chunki u endi shu etap bo'lishi kerak. Keyin misol uchun deylik, siz boshlang'ich endi psixologiyaga kirib kelib boshlang'ich tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, siz endi psixologiyaga kirib kelayotgan odamlar bilan ishlashingiz kerak. Ko'pchilik bor psixologiyani biladigan insonlarga dars bera olmaydi. Sababi u undan ham kuchli psixolog bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun bizani o'zimizni nishamizni topib olishimiz kerak. Ya'ni biz bozor analiz qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Ya'ni raqobatchilarimizni o'rganishimiz kerak va mijozlarni o'rganishimiz kerak. Ya'ni men o'zimni mijozimni topishim kerak. O'sha psixolog o'zini mijozini topish kerak. Uni mijozi kim? Uni yoshini, uni kasbini, uni qaysi etapdaligi, misol uchun uy bekasi bo'lishi mumkin. Qaysi darajagacha bo'lishini aniq bilish kerak. Chunki o'shani bilganidan keyin u tezroq harakatni boshlaydi, ya'ni tezroq uchadi. Keyin ijtimoiy tarmoqlar. Ya'ni o'zini yo'nalishi aniqlandimi, o'sha yo'nalish bo'yicha misol uchun deylik, oila psixologiyasi. Nigora Hafizova o'zini kanallarini ochdi. O'zini kanalini ochganida ham bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Ko'pchilik bor, har xil rasmchalar qo'yadi-da, kim nimalar qo'yib tashlaydi. Unaqa narsa odamlar ishonmaydi. Hozir uje insonlarga samimiy va real hayot kerak. Hozir sun'iylik ko'payib ketganiga odamlar uje ishonmay qoldi. Shuning uchun real o'zini rasmi bo'lishi mumkin, real ismi bo'lishi mumkin va o'zini nima sohada ishlayotganini kanalda yoritish kerak. Bu Telegram, Instagramda. Endi boshida to'g'risini aytaman, sizni mijozingiz aniq bo'ldi-yu, uni muammosi nima? Uni aniqlashimiz kerak. Ya'ni mijozlarimizning muammosi eri bilan munosabati yaxshi emas, o'zida ishonch kam, qo'rquv bormi? Shu mavzular bo'yicha darslar tashkil qilishimiz, bepul darslar berishimiz yoki o'sha bo'yicha kontentlar. Kimdir aytadi, men yuzimni chiqishini xohlamayman, yuzim bilan chiqishni xohlamayman desa, hech bo'lmaganda Telegram kanalda kanal ochib turib, audio formatda zapislar, darslar tashkil qilib, insonlarga manfaatli. Bitta narsa bor, Nigora opa, odamlarning muammosini topdingizmi, sizdan boy inson yo'q. Odamlarning ehtiyoji, masalan, mana kelin karantin boshlangandan keyin onlayn biznes kirib keldi-yu. Odamlar o'tirgan joyda xohlagan narsani zakaz qilyapti. Nima uchun? Odamlarning ehtiyoji shu bo'lib qoldi. Biz o'sha ehtiyojni topishimiz kerak. Ya'ni kasbimizdagi ehtiyoj. Kasbimizdagi ehtiyojni topishimiz kerak shu. Endi masalan deylik, kelin kanal ham ochildi, odamlar ham nima qilyapti, lekin baribir bir narsa bor. Hozirgi kunda obunachilarni qanday yig'ishimiz mumkin? Sizga ham qiziq bu. Obunachilarni qanday ko'paytiramiz? Obunachilarni ko'paytirish uchun biz to'g'ri kontent yozishimiz kerak. Ya'ni odamlarni jalb qiladigan postlar yozishimiz kerak. Har bitta postlarimizda odamlarni jalb qiladigan tekstlar bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun savollar bo'lishi mumkin. Ularni undaydigan nima deydi? Bir fishkalar bo'lishi kerak. Mana shuni qo'ymasangiz, sizning kontentingiz uchmaydi. Masalan, mana hozir sizning ham kanalingizni kuzataman, boshqalarning ham kanalini kuzataman. Juda ko'p psixologlarni yoki o'sha o'quvchilarimning kanalini kuzatsam, boshqa kanallardan shunchaki olib qo'yishadi. Qaysidir psixologlarning kanalidan bu o'zining kanaliga qo'yishadi. O'sha ko'rganimda aytaman-da, buni qo'ygani nima foydasi bor? Sababi u kontent uniki, u energiya uniki. Siz o'zingiz psixologmisiz, sizning kanalingizni o'zingiz yuritishingiz kerak. Ya'ni bu deganim nima degani? Bu sizni o'zingizni energiyangizdan, o'zingizni bilmingizdan chiqarishingiz kerak. Sababi kerak, men chiroyli bitta postni oldimda boshqa kanaldan keltirib qo'ydim. Siz "Voh" dedingizda menga murojaat qilyapsiz. Lekin men u narsani o'zim bilmasam, o'zim tajribamdan o'tmagan bo'lsa, qanday insonlarga beraman? Ko'pchilik mana hozirgi kunda psixologiya sohasida bilaman, o'zida hayotida, tajribasida qo'llamagan bilimlarni insonlarga berishi bu xato. Analiz qilishimiz kerak, baribir ham bozor o'rganishimiz kerak, kamchiliklarni topishimiz kerak. Shundan keyin bizada asosiy yechim nima desangiz, asosiy yechim insonlar o'zini ijtimoiy tarmoqlarida aktiv bo'lishi uchun baribir ham hayotini ko'rsatishi, misol uchun qisman insonlarga yaqin va ularga kerakli foydali narsalarni berish kerak. Shunchaki gapirib yoki shunchaki nima qilish bilan bo'lmaydi. Chunki hozir odamlar aqlli bo'ldi. Ya'ni kim nima beryapti, hammasini biladi. Shuning uchun foydali narsalarni beravergan sari insonlar sizni kuzatishni boshlaydi. Keyin sotuv texnikasini insonlar yaxshi bilishi kerak.
Chunki hayotda inson sotuvchi bo'lish kerak. Hozir ham biz siz bilan vaqtimizni yo'qotyapmizmi, nimaga sarflayotganimizni bilishimiz kerak. Bugungi kunda insonlar ko'p vaqtini internetga sotyapti. Bu keraksiz ma'lumotlarga, ijtimoiy tarmoqlarda vaqtini yo'qotyapti, keraksiz vayinlarni ko'ryapti, keraksiz narsalarni ko'ryapti. Bu narsa insonlarning vaqtini bu tekinga sotish degani. Keling, o'zingizga savol bering. Sizni vaqtingiz qancha? Shu savol berganda men yig'laganman. Chunki o'sha paytda meni daqiqa, meni soatim vafsh arzon bo'lganda, ya'ni shuncha pulga ishlayapmanmi deganman-da. Ya'ni yoki yashayapmanmi deganman-da. Yashayapmanmi? Chunki mana tafakkur haqida. Chunki uy bekalari ham bor-da, baribir ishlamaydigan insonlar ham bor-ku baribir. Ha, o'sha uy bekalari ham misol uchun uyda turib, vaqtini televizor ko'rib yoki bir keraksiz narsalarga internetda o'tirgandan ko'ra, misol uchun bir foydali bitta narsani, bitta sohani topib turib, pishiriq sohasini deylik, shu pishiriq sohasida pishirib qo'shnisiga, magazinlarga topshirishni boshlasa ham shundan ham zo'r daromad qilsa bo'ladi. Misol uchun keling, shu bo'yicha aytadigan bo'lsam, yaqinda men bitta hozir kanalni ko'rib qoldim. Mana bolachalarni uyda xotirasini kengaytiradigan har xil igralar, har xil o'yinlarni syomka qilib internetga qo'yapti. Internetida o'sha Instagramda o'zi bir 6 ta video qo'ygan ekan. 50 mingtaga yaqin obunachi yig'gan 6 ta video bilan. Hozir biza unaqa nima yig'a olmaymiz. Ya'ni kontent yig'a olmaymiz. Ya'ni obunachini yig'ish uchun odamlarga o'sha narsa kerak-da. Sababi bolalarni deyapti gadjetdan saqlash uchun mana bu igrani o'ynating deyapti-da. Hozir ko'payib ketdi shunaqa o'yinlar. Ya'ni har xil, chunki nimaga hozir bolalarimizda hammasining qo'lida telefon. Odamlarning muammosini topdi-da. Ha, ota-onaning muammosi. Ayniqsa onaning muammosi. Topdi. Tushundingizmi? Yechim. Mana yechim. Ya'ni ko'ryapsizmi? Hozir o'sha kanaliga men bitta reklama beraman desam $100 deyapti. Ko'ryapsiz-a? Haqiqatan ham oxirgi paytlarda shunaqa o'yinlar ko'paydi. Ya'ni biz odamlarning muammosini topdikmi mana shu. Endi boshida aytganimdek, jalb qilish, ishlash, saqlash, qaytarish mana shularni umumiy bilsakkina bizning nimamiz bo'ladi. Marketing ham juda muhim. Mijozlar bilan muloqot qilishimiz, mijozlarga to'g'ri yondashishimiz, to'g'ri gaplashishimiz bu juda ham muhim. Qarzga botib qolishimiz ham mana shu qaysidir kibrimiz yoki qaysidir bo'yinimizni egmaganimiz uchun. Endi bizada endi oshxona kafe bo'lganligi uchun aytamiz. Mijoz ruschaga aytadi, всегда прав deydi-ki, mijoz doim prav. Ya'ni bizda mijoz haq. Mijoz doim bizani nimamizni shunaqa bo'lishi kerak. Lekin endi boshqa sohaga oladigan bo'lsak ham mijozni hurmatini joyiga qo'yib samimiy, u bilan to'g'ri yondashadigan bo'lsak, albatta sotuvlarimiz yaxshi bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi pul haqida bo'ldi va keyingi sonida nima mavzuda bo'lishini siz kommentariyada yozib qoldiring. Eng ko'p muammolarni biz keyingi sonda olib chiqamiz va sizni savollaringizga biz to'liq video shaklda javob beramiz.